Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hozirda biz ishlatilgan mebellar sotiladigan bozorga kelganmiz, ya'ni Farg'ona Kirgiz bozoriga. Bu yerda akalarimiz qaraydi, mebellarni zo'rlarini, antikvar mebellarni qo'yishdi. Videoni ochiqcha ko'rsalaring, sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Mana arzonroq ishlatilgan oshxona mebellari bor. Bu tomonda ham mana qaraydi, ugolovlar, bu divan kreslolar bor. Mana oshxona mebellar, zo'rlari bor. Videoni ochiqcha ko'rib tursalaring, to'liq ma'lumotini olamiz. Bu videoga bittadan like bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimizga charchamasdan. Siz stengal olib chiqib qo'ydik. Ko'pchilik mana 4,5 metr stengi so'rayapti o'zi. Mana bu yerda 2-3 ta bor, bu sotilib ketdi. Ular sotilib ketdi. Ular yangi olib keldik, yuklar yangi, ashcha emas, yangi yukladi. Antikva. Stengi ashcha antikva ekan. Yangi ekan holatini qarang. Razmeri 4,5 metr. 4,5 metr joyi bo'ladi. To'g'rimiz. Qaysi biridan boshlaylik aka? Xo'p, to'g'ridan boshlaylik. Ana shu tomon so'raylik. Cho'qin steng mana boshlaylik. Shifoner ko'payli holatini 100 nima? Eshiklari MDF-da. Eshik MDF, aha. Eshik MDF. O'rtasi polka tarafi. Ikki tomoni bunaqangi eshikka mana. Mexanizmga bo'ladi. Mexanizmlarni ochib yopilishi yaxshi. Ayni ham butun ayni. Buni narxi 2,3 ming vodiychi dastavkasi bilan. Vodiychi dastavkasi bilan bepul. Jazlar ochirib, o'zidan bilyapsiz hozir aka. Dastavkaga yaxshi pul olishyapti. Iloji boricha dastavkani yo'qotganimiz yo'q, narxini ham ko'targanimiz yo'q. Narxi o'sha narxlar o'zgartirganimiz yo'q. Bu stenka yangi stenka va shuni tiniqsiz stenka, antikvar ekan. Turish bu gulovoy joyi. Gulovoy joyi ham zo'r joyi. Shinji. Mana qaranglar, haqiqatda tiniq ekan. Joyda ayb yo'q, yangi stenka. Ochish bemalol, yurishlari ham temir. Mana kechlarini ham qarang. Hamma yog'i radmi, shandillargacha. Ideal stenka. Yaponiya addenadi bitta, ikkita, 3, 4, 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. Ichlarni ham qarang, katta. Bu aynalargacha radni o'zinichi. Tortmalarni ochib yopilishi ana zo'r. Ichlarni ham qarang. Kami 50 yil o'tgan shu stenga chiqqaniga aka. O fasoni ham o'sha yerda. O'sha bunaqa stengani o'zimizdan endi ko'rdik. Bunaqa stengalar ham bor ekan. Kam keladi bunaqasi. Mana ichlarini qarang. Ayb tiniqda, aybi bo'lsa aytamiz. Bu bo'linganda qoshlari adden chiqadi mana shu stoykasi. Ha, qoshlari chiqadi. Stoykasi chiqadi. Tepalarini e'tibor berib qo'yishadi aka. Bu 4 metr dedingiz? 4,5 metr. 4,5 metr. 4,5 metr. 4,5 metr. O'zbekcha qorong'ilik uchun sal anaqaroq ko'rinyapti. O'zlaring endi живой ko'rsalaring, vahshiy tiniq bor-ku, mana haqiqatdan. Qorong'i joyimiz. Xo'p, buni endi necha pul qilib berasiz biz obunachilarimizga? Buni narxini aka, bu shifonieri ham bormi bitta? Shifonieri ham bor ekan. Mana keyin dishilkalari ham bor, qo'yib beramiz, olib ketib qopti. Bor. Katta-kattachilar 60 sm. Buni narxini aka 4,3 ming vodiychi dastavkasi bilan aka. 4,3 mingga dastavkasi bilan. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. 4,5 metr ashit. Bitta olishsa bo'ldi, nima deydi? Bunaqa bitta o'zlarida bo'ladi-da, kam keladi. Videoda ko'p tursa bunaqa senga boshqa qo'ymaymiz. Yo'qda joyi. Kam keladi. Kam keladi, antikvarni vashshi tiniq narsa aka. Xo'p, shoshilingda, telefon qilaverasiz tezroq. Oyog'ini tayib, tomi, nima deydi? Ayog'lar shilinga, pilinga bo'ladi, nima deydi? Jicha bo'ladi, o'pirilib ketgan, singan joyi yo'q. Ozmoz shilingan joyi bo'lishi mumkin-ku, atak katta strashniy joyi yo'q. Xo'p, bu kompyuter stolimiz bor. Razmeri 1.30 ekan, 1.25. Bu ham kompyuter stol, ham parta qilib ishlatishaveradi bemalol. Bitta farzandlarga olib bersalaring. Hamma yo'q turibdi. Buni narxini 600 ming qilib beramiz aka. 600 ming so'm. 600 ming so'm. Tagi alohida, tepasi alohida, addini bo'ladi. Ha, addini bo'ladi. Addini bo'ladi. Ha, 600 ming. Holatlari tana holati turibdi. Xo'p, keyingisi. Bu servantlarimiz bu. Bronli belarusskiy servantlar. Bular 350 mingdan qilib beramiz aka, tumbani. Tumba ham 250 ming bo'lyapti. Bash turishi 350 ming. 350 ming so'm. Joy o'shatishi. Bunisi ham tanlab olishaveradi, bu ham 350 ming. Bu ham 350 ming. Bu ham 350 ming. Xo'p, germanskiy shifonier ham servant. Hali, mana biz tiniq deymiz, holat mana tiniq. Hatto yonida jicha shilinganlari bo'ladi-da, bularda. Olib chiqayotganimiz jicha shilingani bo'ladi. Tiniq yangi ekan deb o'ylashmasin-da. O'sha sotuvdik, o'sha obunachilar o'shani deyishibdi. Aynilar o'ziniki.
Qayda polchalari ham bor mana. Shu buni narxini 850 ming qilib beramiz. 850 ming so'm. Germanasi ham shoni ham servat. Xo'p, keyingisi Servat bor, rumenskiy bu. Hamma yog'och bo'ladi. Mana ichlari tiniq holatda. Buni narxini 700 ming qilib beramiz. 700 ming so'm. Aynalari ham o'ziniki tiniq. Addidan buni 700 ming qilib beramiz. Bunisi bor, buni ham 700 ming qilib beraveramiz. Bu ham rumenskiy mana. Yog'och bo'ladi, hamma yo'q. Bu ham 700 ming. Bu ham 700 ming so'm. Tanlab olishaveradi. Bu kamotimiz bor. Uchchalar qo'paydi, uchchalar bo'lmaydi o'zi. Bu 400 ming qilib beramiz. 400 ming so'm. 400 ming so'm. Bu nari stenjani tanishib o'tamiz, bu bonusiga bu o'ziniki. Bu bonus. Bonusiga. Bu nimamiz bor, kuxunniy bor, ishlagan. Razmeri 1.40. Bu laminat bas, pulni 100% MDF dan materiali. MDF. Sushmaydi, MDF deydi. Hamma yo'q MDF qo'ygan. Yonlari ham, taglari ham, mo'ymalari bor, sushlikalari. Mo'ykalari bor. Mana ichi holatlari ham tiniq. Mana qattiq ko'rsadan polka joylari ham zo'r. Buni narxini 1 million 100 ming qilib beramiz. 1 million 100 ming. Dual yilniydi yonida. 100% MDF, mo'yka, sushilka ham yo'qida 1 million 100 ming so'm. Xo'p. Bunisi bor. 1.40 bu ham dual yilniydi, mo'ykasi ham bor. Buni narxini 850 ming qilib beramiz. 850 ming. Mo'ykasi mana shu 2 qavat tekstolet. Zakazchi bo'lgan narx 850 ming. Tayyor mo'ykalari ham bor mana. Mo'ykalar. Xo'p, nari mo'ykamiz bor, alohida bu. 100% ishlaydi. Nimasi? Simsitili. Buni narxi 250 ming qilib beramiz. 250 ming. 250 ming. Kresloyimiz bor, jup. Bular holatidan u narxi 450 ming qilib beramiz jupini. Jup 450 ming so'm. Ko'pchilik alohida kreslo so'rayapti. Zavatga tiniq sosteniyasi. Maza qilishgacha. Chexskiy. Narxi 450 ming. Bu germanskiy servantimiz bor. Mana. Aynalari ham bor, hamma yo'q joyida. Bu ichida qora aynalari ham bor. Tortmalarni ochib yopilishi ham zo'r. Bu 3 ta narsa. Bitta, ikkita, 3 ta. Komplet. Germanskiy, hamma yo'q joyida mana. Bunisi ham bor. Bu bo'yi 1,5 metr bo'ladi shekilli. 1,5 metr bo'ladi. Bu narxini 2 million qilib beramiz, dastlabkasi bilan. Bonusi, tumbasi ham bor buning. Tumbasi, bonus. Tumbasi bilan. Uchta 4 ta narsa 2 millionga dastlabkilari ham ichida. Oddiy ichiga. Xo'p. Shtanerimiz bor. Shtanerlar. Tiniq holati. Ponni hamma yo'q bunaqa eshik, qanaqa yaltiroq bo'lsa, poliroq tiniq. Yangi shtaner uchun. Oshmoshlar splashni ichida ham qarang, yangi turibdi. Mana shu tortmalari. Polshaniki. Hamma yo'q polirovka, o'rta joylarni ham ko'ringda, ichlarni qarang. Ichlarni ham tiniq ekan. Ileydoni ham temir. Yangi, demak, yangisi qarasa shunaqa shubda endi bundan tiniq bo'lmasa kerak. Mana bu qanaqa bo'lsa, yoni ham shunday yaltiroq. Keyin hammasining oshmoshlar bunaqa splashni uchiyor. Splashni. Bu narxini 1,5 million, dastlabkasi ham ichida buni. Vodiy ichi. 1,5 million dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ham ichida. Bu taxtali bor. Buni 700 ming qilib beramiz. 700 ming qilib beramiz taxtali shunday. Oshmoshlar splashni 700 ming qilib beramiz. 700 ming. Bundan hamma tanishini nariyoqqa o'tiramiz. Joylarimiz bor, chexoli yangi, stoli ham yangi. O'zi ishlagan, bu chexol yangi qilib qo'yganmiz. Xon taxtasi yangi qilib qo'ydik. Bu narxini 2,5 million vodiy dastlabkasi bilan. Ikkita pufiga bor. Stoli bor. Bag'i bor mana. 2,5 million dastlabkasi ham ichida. Divan kreslo bor. Mo'shi material. Kreslolar ham пружинali, ashi mягкий, cho'tki. Yangi cheg'il mo'sh, fabrichniy mebel bu. Toshkentning eng fabrichniy toza mebeli. Spanli divan ham bo'ladi bu. O'qaytib. Mexanizmlari ham zo'r. Divan holati, spanli holati. Bunday ko'tarishadi. Bu divan holati mana. Divan holati. Ikkita kreslo bitta divan, buning narxini 2800 ming vodiy dastlabkasi ham ichida buni. 2800 ming so'm. Chexoli bu allaqa karaban emas. Mo'shi material bu. Ishlatadi, yangi chiqqan materialdan. Mo'shi material, ikkita kreslo divan. Shu Farg'ona o'zi yaqin o'ta olaman deysa, yo'l kirib pulni chiqarib olasiz. O'tib berasizlar. O'tib beramiz. O'tib berishadi. Divan kreslo.
Bu divan germanskiy. Spanniy ham bo'ladi. Buni ko'rsatib ko'raylik. Ikkita kreslosli divani. Bu narxi arzon. Mana. Divan holati. Mana. Bu narxini 1.400.000 mingga beramiz. 1.400.000 so'm. Ikkita kreslosli divan. Ikkita kreslo, bitta divan. Bitta. Zo'r narxi ham zo'r. Prujinali zavodskiy germanskiy divan kreslo. 1.400.000 so'mga. Xo'p, bularchi? Bu divan. Yakkalik divanlar. Bular Spaniy kravat ham bo'ladi. Bular narxini rossiyskiy bular. Chexollari mo'shi material qoplab beramiz yangi. Mana. 1.600.000 vodiy ichida dastavkasi ham ichida bo'ladi. Vodiy ichida dastavkasi ichida 1.600.000 so'mga. Tanlov olish so'rag'asi bermoq bo'lsa. Narxi bir xil. Narxi bir xilda. Bu ham mo'shi material, bu ham mo'shi material. Stol stul bu 800 mingga beramiz. 600 stul. Bunaqangi stoli bilan. Stoli ham o'ziniki. Bu nechi pul? Bu 200 ming. 200 ming. Rossiyskiy kravat. Rossiyskiy o'rtasi ochiladi. Anali rossiyskiy kravat. Temir kravat endi nima deydi? O'cha 600 mingga beramiz. 600. Yangi holat, settalari bitma-bitdi. Bitma-bitdi, ko'pchilik so'rayapti turadi. Hop. Endi stol bu. Ochiladigan ikki tomonga, kinishga stol 250 qilib beramiz. 250 ming so'm. Rossiyskiy. Bu chuxonimiz o, razmer 1.5 metr. Mana ichlari. Hava xurumcha. Bu narxini 1.5 millionga beramiz, bitta qo'ygan uchun. 1.5 million. Qavat tekstalik yaxshisidan. Mo'yka o'rnatsa bo'laveradi. Mo'yka tushadi. Mo'yka tushadi. Mo'yka tushadi bemalol ekan. Xo'p, mana germanskiy bu. Jupini 950 qilib beramiz aka shuni. Shu ikkovi. Ucho'si 950 ming. Bu 1 metr, 1.5 metr, 2.5 metr mini stenka. 950 narxi ham zo'r. Holatli, tiniq holat. Trimo bu. Trimo 450 qilib beramiz. 450 ming. 450 ming. 100% ham yo'q ajrel. O'shancha yaltirab turibdi. Xo'p, prixoshkami? Prixoshka. Rossiyskiy prixoshka. Antresol отдельно ajredioni. Bu narxini 300 ming qilib beramiz. Ha, 300 ming so'm. 300 ming. Qay tortma shekilli buni? Mana ochayapman. Mana bunaqa ochiladi. Mana ochiladi. Ko'p narsa odamga bunaqa tumbalar bonus qo'yib beraveramiz. Tumbalar bonus qilib Bonus beraveramiz. qilib beraveramiz. Xo'p, nari joyga o'tiramiz, ha? Hop. Spaniy divan bu aka. Holat siniq. Toshkentda eng oldin fabrичный divani endi ham 50 bo'ladi. Keyin bir tomoni bor, bu tagida o'zini zavodskiy sondiqlari ham bo'ladi. Mana aka, kattagina. Tayi ham zo'r ekan. Katta, shkaf o'zida deydi mana. Keyin 100% yerda, buni yerda, splashni yerda turadi. Baquvvat narsa. Shu narxini 650 ming qilib beramiz. 650 ming. Jupi bo'lsa 2 milliondan oshirli Spaniya o'zi. Ha. Donali uchun arzon 650 ga qilib beramiz. Zo'r Spaniya jup polisdan. Stol bu. Materiali 100% chinor. 100% chinor. Holatlari aka hamma stulni tayi bitta-bitta chiroyli jo'ra mana shunaqa sasnaydi. Tiniq holatda. 12 ta bir xilda stuli bor. 12 ta. Stoli bor MDFdan, katta tiniq stol. Keyin buni stolini xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Xon taxta ham bo'laveradi. Ham xon taxta, ham stol. 13 ta bir xilda stuli bor. Mana holatlari tiniq holatda aka. Buni narxini 4 million vodiy dastavkasi. 4 millionga vodiy dastavkasi bepul. Bu aylaga Toshkentda nima zavodskiy divanga sloyali. Mana divan turishi ham o'zi. Stuli. Turishi ham bilan turadi o'zi aka. Tiniq holat. Bitta Jupoliston aka 4 million vodiy dastavkasi ham ichida. Tiniq narsa. Xo'p, divanlar bu. Bu Spaniya ham bo'ladi. Qayda sondig'i ham bor. Mana. Qayda sondiq divan ham bo'ladi. Ha. Buni narxini bo'ladigan 850 ming qilib beramiz aka. Bo'ladigan 850 ming. Bo'ladigan 850 ming. Yangi material qoplangan pastellardan buni narxi 1 million 600 ming. Vodiy dastavkasi ham ichida. Mana. Mo'shi material. Mana. Tana hamma yo'q. Yangi holatga keltirib qo'yamiz. Nari divan keslob bor. Ikkita kreslobda divan. Bu 2 metr Spaniya ham bo'ladi. Bu narxini 1 million 800 ming vodiy dastavkasi ham ichida. 1 million 800 ga vodiy dastavka bepul. Bunisi baqa chiqib, ya'ni 2 metr bo'ladi, 2 metr chiqadi baqa. Ko'rishsa qo'yamiz shu videolarni. 2 metr Spaniya. Xo'p, oshxona mebellar bor.
Bunisi sotildi, bunisi allaqayerga berib yuborayotgan emas. Bunisi Nima bor. aniqlaymiz uni g'olibini? Uni 2,5 millionga beramiz. 2,5 million so'm. 240, bo'yi 2 metr, material aychili, PVX chromcha 2,5 million. Hop. Bular bor. Bular 2,5 million vodiy ichida stavkasi ham chidab biladi. 2,5 millionga oddiy bo'ladi dastavkasi ichida. Mo'yka o'ynasa bo'ladi, o'yin taraf chat tarafga mo'yka tushaveradi bemalol. Bunaqa svet so'rashyapti, bizda qora svet bilan zo'r chiqdi mana qora svet, qarang. Chiroyli chiqdi. Tepasi ham qorami, pasti Tatayi ham qora, tepasi ham qora. Mana chiroyli chiqadi qora svet ham. Yaltirab qarang. Materiali akrilik. Bu 4 million 300 ming. Komplekt 12 ta. PVX chromcha. Chromcha bosilgan. 2,5 million vodiy zastavkasi ham ikkita qoldi bular. Yupoldi. Bittasini bevozordan sotib oldik. Ha. Turmayapti ko'xindinglar. Xo'p, telefon qilaverasizlar. Akalarimiz nomeri mana shu pastda bo'ladi. Ulgurib qolinglar.